O'zbek kino olamida Aka Sharif nomi bilan tanilgan taniqli aktyor Tolibxo'jayev haqida shoshilinch va muhim ma'lumot e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va san'at olamida ro'y berayotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq Uchta 5 Uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. O'zbek kino olamida Aka Sharif roli bilan tanilgan Tolibxo'jayevning ukasi A. Hojiyev javobgarlikka tortildi. Bu haqida 2025-yilning 20-mart kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi hukm chiqargan. Qalampir.uz ixtiyoridagi sud hujjatlarida keltirilishicha, aktyor Tolibxo'jayevning tug'ishgan ukasi A. Hojiyev 2024-yil 8-oktyabr kuni Milliy TV telekanalida namoyish qilingan Ochilmagan sir nomli ko'rsatuvning YouTube'ga joylashtirilgan "Qudam meni shantaj qildi" nomli sonining sharhiga o'ziga tegishli profil orqali izoh qoldirgan va akasining shaxsiy sirlarini ommaga oshkor qilib, uni turli so'zlar bilan haqorat qilgan. Sud majlisida sudlanuvchi Alimardon Hojiyev aybiga qisman iqrorligini bildirib, tug'ishgan akasi bilan 2022-yil aprel oyidan buyon oralarida sovuqchilik tushganligini, akasini haqorat qilishga esa shu ko'rsatuvning 33-daqiqasida "Nomaqbulroq ukamiz, chala yurist, ichki hasad meni qamatmoqchi bo'ldi" deb uni nazarda tutib, u haqida gapirganligini, ushbu ko'rsatuvning YouTube platformasiga joylashini uning or-nomusiga, sha'niga, ishchanlik qobiliyatiga, jamiyatdagi obro'siga putur yetkazganligini, akasi bu ishni undan shaxsiy adovati borligi uchun qilganligini, buni isbotlash maqsadida YouTube platformasiga joylagan Ochilmagan sir ko'rsatuvi ostida kommentariyalar bo'limida o'z fikrini bildirganligini aytgan.